Shu kunlarda ola olmayapsizmi 4 nafas? Negadir bu shahar siz uchun go'yo qafas. Yechimi bu Panasonic uyingizda bo'lsa bas. Panasonic FVXK90 havoni tozalovchi hamda namlantiruvchi eng kerakli bo'lgan qurilma. So'nggi yillarda Toshkent havosining ifloslanishi kuzatilmoqda. Inson uchun xavfli bo'lgan PM2,5 zarrachalari ko'payib bormoqda. Bu qurilmamiz 66 kvadrat metrgacha bo'lgan xona havosini 99,97% ga PM2,5 zarrachalaridan tozalaydi. Buning uchun unda 4 etapli HEPA filtr joylashgan. Hozir bu qurilmani birgalikda ishlatib ko'ramiz. Xonamizning havosi hozirda toza. Demak, qurilmamizni yoqamiz. Qurilmamiz ishga tushyapti. Ko'rib turganingizdek, zararli tutunni mana tortib ketyapti, yon tarafdan va tepa tarafdan. Zararli tutunlar, hidlarni yutib, mana bu tepasidan sizga toza qilib chiqazib beradi. Tortishini ham o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Yaqinlaringiz sog'lig'iga befarq bo'lmang.